bo'lgan. Yo'q, xavfli hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, rentgendan qo'rqadigan hech narsa yo'q, chunki sizda abort bo'lgan payti u spiral qorin bo'shlig'iga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Hech bo'lmasa tushganini ko'rishingiz kerak edi-yu. O'shani ko'rmadim. Xo'p, o'shaning uchun u rentgenga siz klizmada kelishingiz ham shart emas, u temir narsa. Biz даже buni skopiya emas, oddiy grafiyada ham ko'rib qo'ya olamizda. Qorin bo'shlig'ini obzorni ko'ramiz, spiral bo'lsa, temir narsa bo'lsa ko'rinadi u narsa. U ham sterilli bo'lgani uchun yillab siz bilan yurishi mumkin bu spiral. Bitta patsiyentda bo'ldi shunaqa, spiral yo'q, hech qayerdan topilmagan, u homilador bo'lgan, tug'gan, yillab yurgan, lekin o'sha nima qoldiq qolib ketdimi, yo'ldoshni tug'ruqdan keyin bo'ldi-da, qon ketdi patsiyentda. Tozalayotgan paytim o'ng tarafim og'riyapti deb dodlab chidolmay qoldi-da. Keyin spiral bo'lgan deb aytuvding dedim, ko'rmaganman deding, yur bitta rentgen qilaylik. Shuna rentgen qilsak, qorin bo'shlig'ida spiral turibdi. U bir marta tug'di ham shu spirali bilan. Qorin bo'shlig'ida sterilli bo'lgani uchun u hech qanaqa infeksiya, gnoy narsa chaqirmagan. Undan keyin operatsiya bo'lib oldirdi, shu bilmagan shuncha